Mana men tovuqlarim mehnat qilib, yomg'irda bo'lsa ham tuxum tug'ishga harakat qiladi. Bu yerda ovqatlanyapti. Kirib oladigan joyi bor. Jersey deydimi, qora shahzoda deydimi, nomini bilmayman. Ana endi sizlarga tuxum qo'yish jarayonini ko'rsataman. Mana bu endi uyi. Mendan bitta bor. Nomi Bramayda adashmasam. Bu ham tuxumda. Bu katta tug'ar ekan lekin. Katta tug'ar ekan. Ana tuxum qo'yyapti bular. Mana bunisi ochadi bugun yerda, xudo xohlasa. Mana baxt tug'yaptilar. Mana tuxumlari. Kimga qiziq? Mana farqi yo'q menga-yu. YouTube'ga qo'yaman-da shu. YouTube uchun. Shunaqa gap. Mana shu ularda uyi. To'xona. Tayin tozalab qo'yganim yo'q hozircha. Kim ko'radi, kim ko'rmaydi, unga ham qizig'i yo'q. Hozir endi yashirib tug'ib turgan joyi bor bulardi. O'tdi meni bilmaydi deb o'ylab yashirib tug'yapti. Hozir sizlarga o'sha yerdan ko'rsataman. Mana ham tug'yaptilar mana. O'zi kichkina, yotganda katta ko'rinyapti. Hozir men sirli joyini ko'rsataman sizlarga. Aytamda kelyapti-da. Aytdan kelib turib mana. Shu qorong'i joy bo'ladi. Shu qorong'i joyga tug'moqchilar. Mana tug'ib qo'yibdi. Bilmaydi o'ylayapti. Mana bu yerda yana bitta yashirib tug'ilgan joyi bor bulardi. O'tdi meni bilmaydi deb o'ylaydi. Mana shu yashirib tug'adi. Patlarning orasiga. Tovuq deydi-yu, lekin tovuqda ham aqli kerak bo'lsa odamnikidan ko'rish kerak. Ba'zi bir odamlarkidan. Yemishi yeydigan narsasi mana bu kepek yeydilar. Kepek, oddiy kepek. Yana bu yerda unaqangi sechka bor. Bug'doy, kurme. Suvga aralashtirib makkani bilan tuyulganini beramiz. Tuxum sarg'ayib hazm bo'lishi oson bo'ladi. Tuxum kutayotmaymiz. Siraz yeydi, siraz to'g'radi. Xudoga shukr, mana chig'ildorlari chiqqan, kirib ketyaptilar tuqqani mana. Hop. Kiraversinlar. To'g'ri chiqaversinlar. Nima band. Qaqqilab nos qilib ketyaptilar. Shep. Bog'da Xo'rozvoy. Bitta makonni ushlab qo'ysang, kelib tepadi u ahmoq. Egasiligiga ham qarayotmaydi. Shunaqa. Panaga kiryapti bular.
Bunaqangi ko'k beramiz. Me'dasi to'yib qopti shekilli. Yemayapti. Bu kichkinacha. Bu ham tug'yapti mana bu ham. Bu kichkina tovuqcha mana. Mana oqti yonida. Xo'rozni yonida kichkina tovuqcha bu. Mana tug'yapti. Katta bo'lmay qolganmi bilmayman. Mana unisi ham shunaqa ana. Xo'roz yonida kichkina bo'lib turibdi. Bu ham tug'yapti qoyil. Tug'rar ekan-da, kichkina bo'lsa ham. Xo'rozga mazza. Foydali gap. Suviga olma sirkasini cho'q oshida 1 litrga bitta qo'shib berilsa, immunitetini baquvvat qiladi ekan. Yaxshi narsa bo'ladi ekan. Shunaqa qilib beryapman. Bitta ikkitasi ichcha tush ko'rib, hali kasalga o'xshab turgandi. Shunaqa berganimdan keyin yaxshi bo'lib qoldi. Zo'r narsa ekan. Sizlarga maslahat beraman. Va bizni kiletkalarimiz suvda, yomg'irda qolib ketibdi-yu. Bularning orasida qaysi biridir tug'ib chiqdi. Bodom gullagan payt. Bodomni olib ko'raylik. Videomizni mana shu yerda tugatsak. Tug'ib bo'lmabdi shekilli hali. 13 ta tovuqdan bir 8 ta 9 tasi tug'yapti-da. Bittasi xo'roz, undan bittasi kurk. 11 tadan 8 tasi tug'yapti. Endi 3 tasi hali tuqqan yo'q. Bilmayapman qaysi bir tug'may turganini. Yaxshi, Xudoga shukr. Bu nima buni deydi? Qora tovuq Jersey deydimi, Andijon qora tovuqi deydimi buni? Qora shahzoda deydimi buni? Tushunmayman. Ko'rganlarga rahmat. Sog' bo'linglar.